alaykum akalar. Akalar, akamiz bilan internetda ko'rib kelgan ekan. Gazablo'lar sifatini o'zi ko'rib oldi. Xudo xolasa mana zakazlar berib ketyapti. Aka nechta? Xudo xolasa 2000 tagacha olamiz. O'rtacha 2000 ta olamiz. Ko'rdik yaxshi gazablo'lari. Oq gazablo. Buni Rossiyada ishlatganmiz. Как sibit desa ham bo'ladi. Ishonchli nimalar yaxshi, maqbul. Nimalarni o'tkazib ko'rdik tekshiruvlardan. Ancha narigi gazablo'larga qaraganda sifati, pishorligi, qattiqligi bemalol o'tmasdan yursa bo'ladi. Aka, bu ko'rinishi penablo bilan bir xil. Penablo degani emas ekanda, to'g'rimi? Sifatini ko'rdingizlar? Yo'q, gazablo haqiqiy nimada ko'rgan bo'lsanglar, zavodniki borib nimadan chiqadigan? Avtoklav. Ha, shu bilan birga bir. Bo'ldi aka, xudo xolasa tovaringizni aka vaqtida qilib beramiz. Xudo xolasa yana bir nima bo'lganda bir intervyu olamiz aka. Xudo xolasa ko'rsatamiz tayyor bo'lganlarni.